Qachon kelding? Ye, qizim o'qishdan keldi-ku. O'qishlaring yaxshimi qizim? Nima yangiliklar? O'qan choy? Endi siz qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Magistraturani qizil diplomga bitirdim. PhD o'qiladim, dadajon, bilasizmi qanaqa mavzuda? Bu hayotga ayollarga erkaklar nima uchun kerak degan mavzusida. Erkaklar nima kerak? Ayollar o'zi uchun yashasin, o'zini sevsin. Nima erkakning qulligini qilib umrini o'tkazadimi? Siz tushunmayapsiz, dadajon. Hozir zamon o'zgargan. Ayollar ishlaydi, pul topadi. Nima kerak erkak? Umuman kerak emas erkak zoti. Tushundingizmi, dadajon? Siz meni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bu fikrimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, men ham kerak emasman desang, ha, bacham? Dadajon, men dada kerak emas demayapman. Erkak nima uchun kerak deyapman. Erkak umuman kerak emas. Meni erim Alfons. Men esa hali ham qaynonam bilan yashayman deb o'yligimni ham beraman-da. Alfons, qaynonam bilan turaman. Qullik davrida yashayapsizlarmi? Ajrashinglar. Agar meni kursimni sotib olsanglar, yigit balaya tegib ketasizlar. Business lady bo'lasizlar. Biz ayollar birlashishimiz kerak. Mana siz necha yil eringiz bilan yashadingiz? 30 yil yashadingiz eringiz bilan. Nima ko'rdingiz? 30 yil xizmatini qilib, mana havoga uchirib yordingiz. Nima ko'rdingiz eringizga xizmat qilib? Bundan keyin erkaklar bizning hayotimizga umuman kerak emas. Erkaksiz ham baxtli yashaymiz. Onangga shu kecha mahallada bo'ng batisham deyman-da.